Bugun biz 3 xil achchiq narsalarni yeb, ularning qanchalik achchiqligini bilib ko'ramiz. Ulardan eng achchig'ini Mega Chips deb o'ylayman. Va bu yerda Mega Chips bor va achchiq qurt. Ularni yeb ko'ramiz. Va qanchalik achchiqligiga baho beramiz. Biz birinchi achchiq narsani yeyishimizni qurtdan boshlaymiz. Sal achchiq. Bunga achchiqlik bo'yicha 2 ball beramiz. Keyingi ochishimiz kerak bo'lgan narsa bu Mega Chips. Buni ochib olamiz. Mana ochib oldik va ichida juda ham kam ekan. Va bularni bittasini yeb ko'ramiz. Unchalik achchiq tuyulmadi. Bunga bir ball beramiz. Va navbat Mega Chipsga. Mega Chipsni hozir ochib olamiz. Mana ochilgandan keyin korobkasining ichidan o'zini plyonka chiqargan va bitta oldik. Ikkita olibmiz. Achchiq sezildi rostdan. Mega Chipsga necha baho berasizlar? Agar o'zlaring yeb ko'rganlaringda necha baho bergan bo'lardilaring? Men unga 5 baho berdim. Videoni shu joyda to'xtatamiz va kanalga obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqarmang.